Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 4-oktyabrdan boshlab banklar tomonidan pensiya berish tartibida qanday o'zgarishlar bo'lyapti? Kim bunga e'tibor berishi kerak? Kim xavotir olmasligi kerak va eng muhimi, pensiyangiz vaqtida to'liq va muammosiz qo'lingizga tushishi uchun nimalar qilishingiz zarur? Bu ma'lumot faqat pensionerlar uchun emas. Bu ota-onasi, buvisi, bobosi pensiya oladigan har bir oila uchun muhim. Chunki ko'p hollarda pensionerning o'zi bankdagi yangi tartibni, plastik karta masalasini, ishonchnoma yoki shaxsni tasdiqlash jarayonlarini to'liq tushunmasligi mumkin. Shuning uchun hozir videoni diqqat bilan ko'ring, yaqinlaringizga ham tushuntiring. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday amaliy va hayotiy ma'lumotlar har bir xonadonga kerak bo'ladi. Avval pensiya berish tartibi ko'pchilik uchun odatiy ko'rinishda edi. Pensiya tayinlandi, tegishli tashkilotlar orqali hisob-kitob qilinadi. Keyin pensioner uni bank kartasi orqali yoki ayrim hollarda naqd shaklda oladi. Ba'zi hududlarda pensionerlar bankka borib olgan, ayrimlari bankomatdan yechgan, ba'zilariga esa uyiga yetkazib berish tartibi qo'llangan. Ayniqsa yoshi katta, sog'lig'i sababli harakatlanishi qiyin bo'lgan fuqarolar uchun naqd pensiyani uyga olib borish masalasi juda muhim bo'lgan. Endi asosiy o'zgarish shundaki, banklar pensiya to'lovlarida aniqroq tartib, shaxsni tasdiqlash, karta va hisob varaqlar orqali to'lovni nazorat qilish, pensiyani haqiqiy egasiga yetkazish masalalariga ko'proq e'tibor qaratadi. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, pensiya oluvchi fuqaroning bankdagi ma'lumotlari, shaxsiy hujjatlari, karta raqami, telefon raqami, yashash manzili va zarur bo'lsa, ishonchnoma kabi hujjatlari to'g'ri bo'lishi kerak. Agar ma'lumotlarda xato bo'lsa, karta muddati tugagan bo'lsa, pasport yoki ID karta yangilangan bo'lsa, bank tizimida eski ma'lumot turgan bo'lsa, pensiya tushishi yoki uni yechib olishda muammo chiqishi mumkin. Men bu o'zgarishni oddiy tilda shunday tushuntiraman. Endi bank pensiyani shunchaki pul o'tkazish sifatida emas, balki aniq egasiga yetib borishini tekshiradigan moliyaviy jarayon sifatida ko'radi. Buning yaxshi tomoni bor. Pensiya yo'qolib qolmasligi, marhum shaxs nomiga ortiqcha to'lov davom etmasligi, ishonchnomasiz boshqa odam pulini ishlatmasligi kabi holatlar kamayadi. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Hujjatlari tartibda bo'lmagan pensionerlar vaqtida harakat qilmasa, to'lovda kechikish, bankka qayta borish, karta almashtirish, ariza yozish kabi noqulayliklarga duch kelishi mumkin. Oldin ko'pchilik pensioner bir marta karta ochtirgan, keyin bir necha yil shu karta orqali pensiyasini olib yuravergan. Telefon raqami o'zgarsa ham, yashash manzili almashsa ham ayrimlar bankka bu haqida xabar bermagan. Hatto karta muddati tugashiga yaqin qolganini ham ko'pchilik sezmaydi. Bankomat pul bermasa yoki karta ishlamay qolsa, shundagina bankka boradi. Endi bunday beparvolik qimmatga tushishi mumkin. Chunki yangi tartibda bank pensionerning faol hisob varag'i, amaldagi kartasi va shaxsiy ma'lumotlari to'g'riligini ko'proq tekshiradi. Masalan, pensionerning pasporti eski namunada bo'lgan, keyin u ID kartaga almashtirilgan. Lekin bankdagi ma'lumotlar yangilanmagan. Pensiya jamg'armasi yoki mas'ul tizimda yangi ma'lumot bor. Bankda esa eski ma'lumot turibdi. Bunday holatda to'lov kelgan bo'lsa ham, bank operatsiyani tasdiqlashda qo'shimcha aniqlik kiritishi mumkin. Natijada pensioner pulim tushmadi deb o'ylaydi. Aslida pul yo'qolmagan bo'ladi. Lekin ma'lumotlarni yangilash kerak bo'ladi. Yana bir misol. 72 yoshli ota har oy 1 million 400 ming so'm pensiya oladi. Kartasining muddati 2024 yil oktyabrda tugagan. U buni bilmagan, chunki kartadan asosan o'g'li foydalanib, bankomatdan pul yechib bergan. 1 oktyabrdan keyingi davrda pensiya tushgan, lekin karta orqali yechib bo'lmayapti. Bankka borganda ma'lum bo'ladiki, kartani yangilash kerak, shaxs egasining o'zi kelishi yoki qonuniy ishonchnoma bo'lishi zarur. Agar ota yurishga qiynalsa, bu oila uchun ortiqcha yugur bo'ladi. Mana shuning uchun men har bir oilaga oldindan tekshirib qo'yishni maslahat beraman. Birinchi navbatda pensiyasini bank kartasi orqali olayotgan barcha fuqarolar e'tibor berish kerak. Karta ishlayaptimi? Muddati tugamaganmi? Bankdagi telefon raqamingiz hozir ham SMS xabarnoma kelyaptimi? Bularni tekshirib qo'yish kerak. Chunki bank bilan bog'liq ko'p muammo aynan oddiy mayda narsadan boshlanadi. Eski telefon raqami faol bo'lmagan karta
pin kod esdan chiqqani, karta bloklanganini bilmaslik. Ikkinchi guruh. Pensiyasini boshqa odam orqali olayotganlar. Masalan, pensionerning o'zi kasal, uyda yotadi, harakatlanishi qiyin. Pulni o'g'li, qizi, kelini yoki qo'shnisi olib keladi. Bunday holatda biz har doim shunday qilganmiz degan gap yetarli bo'lmaydi. Agar bank tartib bo'yicha shaxsning o'zi kelishini so'rasa yoki ishonchnoma talab qilsa, norasmiy kelishuv ishlamaydi. Ishonchnoma notarial tartibda rasmiylashtirilgan bo'lishi, unda pensiya yoki bank hisobvarag'idan pul olish vakolati aniq yozilgan bo'lishi kerak. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, bank pul bermasligi mumkin. Bu bankning yomonligi emas. Bu pul egasining huquqini himoya qilish talabi. Uchinchi guruh naqd pulga o'rganib qolgan pensionerlar. Ayrimlar kartaga pul tushishini xohlamaydi, chunki bankomatdan foydalanishni bilmaydi. Pin koddan qo'rqadi yoki kartada pulim yo'qolib qoladi deb o'ylaydi. Men bunday fuqarolarga shuni aytaman. Karta qo'rqinchli narsa emas, lekin undan to'g'ri foydalanishni bilish kerak. Pin kodni hech kimga bermaslik kerak. Kartani begona odamga berib yubormaslik kerak. Bank xodimi ham, mahalla vakili ham, telefon qilgan odam ham pin kodni so'rashga haqqi yo'q. Agar kimdir telefon qilib, pensiyangizni tekshiryapmiz, kodni ayting desa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. 4-guruh boshqa hududga ko'chib ketgan, lekin bankdagi manzili yoki pensiya hujjatlaridagi ma'lumotlari eski qolgan fuqarolar. Masalan, odam Farg'onadan Toshkentga kelib farzandinikida yashayapti. Pensiyasi avvalgidek tushib turibdi. Lekin biror tekshiruv, karta yangilash yoki shaxsni tasdiqlash kerak bo'lganda, bank uni eski hududdagi filialga yo'naltirishi mumkin. Bu esa vaqt va xarajat. Shuning uchun yashash joyi o'zgargan bo'lsa, tegishli idora va bankdagi ma'lumotlarni yangilash foydali. Agar sizning kartangiz amalda bo'lsa, pensiyangiz har oy muntazam tushayotgan bo'lsa, pasport yoki ID karta ma'lumotlaringiz bankda yangilangan bo'lsa, telefon raqamingiz ishlayotgan bo'lsa, sizda katta xavotirga asos yo'q. Yangi tartib ko'proq tartib, intizom va odillikni kuchaytiradi. Ya'ni pulingiz birdaniga bekor qilinmaydi, pensiyangiz yo'q bo'lib qolmaydi. Lekin men baribir tekshiruvni tavsiya qilaman. Chunki muammo odatda pensiya kuni kelganda bilinadi. O'sha kuni bankda navbat bo'ladi. Pensioner asabiylashadi, farzandlar ishdan qoladi. Masalan, 15 yoshli ayol har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. Kartasi yangi, SMS keladi. Bank ilovasini qizi tekshirib turadi. Pasporti ID kartaga o'zgarganda bankka borib ma'lumotini yangilagan. Bunday pensionerda muammo chiqish ehtimoli ancha past. Yana bir misol. 2000 yoshli erkak pensiyasini kartaga oladi, lekin har oy kartani nabirasiga berib yuboradi. Pin kodni ham nabirasi biladi. Bu qonuniy jihatdan juda nozik holat. Oila ichida ishonch bo'lishi mumkin. Lekin bank nuqtai nazaridan karta egasi pulni o'zi boshqarishi kerak. Agar keyin nizo chiqsa, men pulni olmaganman degan masala paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun men oilalarga bunday ishlarni rasmiy va ehtiyotkorlik bilan qilishni maslahat beraman. Keling, bir nechta aniq vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat, pensioner har oy 1.800.000 so'm oladi. U bankomatdan faqat 1 million so'm yechib qolganini karta qoldiradi. 3-4 oy ichida kartada 2.400.000 so'm yig'iladi. Agar karta yo'qolsa va pin kod karta qog'oziga yozib qo'yilgan bo'lsa, pulni boshqa odam yechib olishi mumkin. Yangi tartiblar shaxsni tasdiqlash va bank operatsiyalarini nazorat qilishni kuchaytirgani uchun bunday xavflarni kamaytirishga xizmat qiladi. Lekin asosiy mas'uliyat baribir pensioner va uning oilasida qoladi. Ikkinchi vaziyat, pensioner uydan chiqa olmaydi, pensiyani qiz olib keladi. Qizda notarial ishonchnoma bor. Lekin ishonchnoma faqat hujjat topshirish uchun berilgan. Bankdan pul olish vakolati yozilmagan. Bank bunday hujjat bilan pul bermasligi mumkin. To'g'ri ishonchnomada bank hisobvaraqlaridan foydalanish, pensiya mablag'larini olish, kartani rasmiylashtirish yoki almashtirish bo'yicha vakolatlar aniq ko'rsatilishi kerak. Birgina umumiy jumla hamma holatda yetarli bo'lmaydi. Shuning uchun notariusga borganda pensiyani bank orqali olish uchun ishonchnoma kerak deb aniq aytish zarur. Uchinchi vaziyat, pensionerning pensiyasi 1.400.000 so'm. U har oy pul tushgan kuni bankka boradi. Lekin Urduch oktyabrdan keyin bank xodimi undan ID karta ma'lumotlarini yangilashni so'raydi. Pensioner mening pulimni nega bermayapsiz deb jahli chiqadi. Aslida bank pulni ushlab qolish niyatida emas. Bank shunchaki pul egasini aniqlashtiryapti. Agar hujjatlar joyida bo'lsa, jarayon tez hal bo'ladi.
Muammo shundaki, ko'p odam hujjatini uyda qoldirib keladi yoki eski pasport nusxasini olib keladi. Shuning uchun bankka borganda amaldagi ID karta yoki pasportni, kartani va telefonni olib borish kerak. 4-vaziyat, bir oilada ona 78 yoshda, ko'zi yaxshi ko'rmaydi. Unga telefon orqali kimdir qo'ng'iroq qilib, bankdanman, pensiya tartibi o'zgardi. Kartangiz blok bo'lmasligi uchun SMS kodini ayting deydi. Ona kodni aytsa, kartadagi pul yechib olinishi mumkin. Men alohida ta'kidlayman, bank xodimi hech qachon telefon orqali SMS kod, PIN kod, karta orqasidagi raqamlarni so'ramaydi. Yangi tartib haqida eshitgan odamlar orasida firibgarlar ham faollashishi mumkin. Ular aynan Urdut oktyabrdan yangi tartib degan gapdan foydalanib odamlarni qo'rqitadi. Shuning uchun har qanday shubhali qo'ng'iroqda suhbatni to'xtating va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Endi istisnolar haqida gaplashamiz. Hamma pensioner bir xil holatda emas. Nogironligi bo'lgan, yoshi katta, yakka yolg'iz yashaydigan, chekka qishloqda istiqomat qiladigan fuqarolar uchun ayrim xizmatlar alohida tartibda ko'rsatilishi mumkin. Masalan, uyga borib xizmat ko'rsatish, vakil orqali rasmiylashtirish. Mahalla yoki ijtimoiy xizmat vakillari yordamida hujjatlarni tartibga solish kabi imkoniyatlar bo'lishi mumkin. Lekin bu imkoniyatlardan foydalanish uchun og'zaki gap emas, rasmiy murojaat kerak. Bankka, pensiya jamg'armasiga yoki mahalladagi mas'ul xodimga murojaat qilib, holatingizni tushuntirish kerak. Yana bir nozik jihat, pensiya to'lovining kechikishi har doim ham pensiya bekor qilindi degani emas. Ba'zida texnik sabab, banklar o'tkazma vaqti, dam olish kuni, bayram kuni, karta holati, hisob varaqdagi cheklov yoki ma'lumot yangilanishi sabab bo'lishi mumkin. Masalan, pensiya odatda oyning 10 sanasida tushgan. Bu safar 11 yoki 12 sanaga o'tgan. Bu holatda darhol vahima qilish kerak emas. Lekin 2-3 ish kuni o'tsa ham pul tushmasa, bankdan hisob varaq holatini tekshirish, keyin pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilish kerak. Yana bir muhim masala. Pensioner vafot etganidan keyin uning kartasidagi puldan foydalanish. Ko'p oilalarda otamning kartasida pul bor edi, xarajatlar uchun ishlatdik degan holat bo'ladi. Bu juda ehtiyotkorlik talab qiladigan masala. Marhum shaxs nomiga tushgan yoki kartada qolgan mablag'lar meros, ortiqcha to'lov yoki qonuniy tartib bo'yicha alohida ko'rib chiqiladi. Agar oila a'zolari huquqiy tartibni bilmasdan pul yechsa, keyin qaytarish yoki tushuntirish majburiyati paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunday holatda bankka va tegishli idoraga rasmiy murojaat qilish kerak. Ishonchnoma masalasida ham odamlar ko'p xato qiladi. Ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, bank uni qabul qilmaydi. Ishonchnomada vakolatlar noaniq yozilgan bo'lsa, bank qo'shimcha hujjat talab qilishi mumkin. Ishonchnoma boshqa davlatda rasmiylashtirilgan bo'lsa, uning tarjimasi tasdiqlanishi yoki qonuniylashtirilishi kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun ishonchnoma tayyorlayotganda bank kartasini ochish, almashtirish, pensiya mablag'larini olish, hisob varaq bo'yicha ma'lumot olish kabi vakolatlar kerakmi yoki yo'qmi, oldindan aniqlab oling. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy, hayotiy tartibda tushuntiraman. Birinchi qadam, pensiya kartangizni tekshiring. Kartaning old tomonda amal qilish muddati yozilgan bo'ladi. Masalan, 1024 deb yozilgan bo'lsa, karta 2024 yil oktyabr oyigacha amal qiladi. Agar muddat tugagan yoki tugashiga yaqin bo'lsa, bankka borib yangi karta rasmiylashtiring. Buni pensiya tushadigan kuni emas, oldindan qiling. Chunki pensiya kuni banklarda odam ko'p bo'ladi. Ikkinchi qadam, bankdagi shaxsiy ma'lumotlaringizni yangilang. Agar pasportingiz ID kartaga almashtirilgan bo'lsa, familiyangiz o'zgargan bo'lsa, telefon raqamingiz almashgan bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa, bankka borib ma'lumotlarni yangilang. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, bank kartasi va ishlayotgan telefon raqamingizni oling. Telefon yoningizda bo'lsin, chunki ayrim operatsiyalarda SMS kod kelishi mumkin. 3-qadam, SMS xabarnoma yoki bank ilovasini tartibga keltiring. Agar siz smartfondan foydalana olmasangiz, farzandingiz yordam bersin, lekin karta ma'lumotlari va kodlarni hammaga aytib bermang. Pensiya tushganini bilish uchun SMS xizmati qulay. Lekin telefon raqami aynan ishonchli odamda bo'lishi kerak. Agar raqam begona odam nomida bo'lsa yoki ishlamayotgan bo'lsa, bu xavf. 4-qadam. Agar pensioner bankka bora olmasa, ishonchnomani rasmiylashtiring. Notariusga borishdan oldin bankdan
qanday vakolatlar kerakligini so'rang. Pensiya olish uchun ishonchnoma deb umumiy aytib qo'ymang. Balki karta ochish, kartani almashtirish, hisob varaqdan pul olish, bankdan ma'lumot olish kabi amallar kerakligini aniqlang. Ishonchnoma muddati qancha bo'lishini ham o'ylang. Bir oyga berilgan ishonchnoma keyingi oy yana muammo chiqarishi mumkin. 5-qadam, pensiya tushmasa qayerga murojaat qilish tartibini biling. Avvalo bankdan kartangiz va hisob varag'ingiz holatini tekshiring. Bank bizga mablag' kelmagan desa, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Agar bank mablag' kelgan, lekin ma'lumot yangilanishi kerak desa, hujjatlaringizni taqdim eting. Har bir murojaatda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Zarur bo'lsa, yozma ariza bering va ariza ro'yxatga olinganini tasdiqlovchi ma'lumotni saqlab qo'ying. 6-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech kimga PIN kod bermang, SMS kodni aytmang, karta rasmini yubormang. Pensiyangiz oshadi. Yangi tartib bo'yicha pulingiz bloklanadi. Hozir kodni aytmasangiz, pensiya to'xtaydi degan qo'ng'iroqlarga ishonmang. Rasmiy masala faqat bank filiali, bankning rasmiy kol markazi, pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari orqali hal qilinadi. Telefon qilgan odam o'zini kim deb tanishtirishidan qat'iy nazar, sizning maxfiy kodingizni so'rashga haqqi yo'q. 7-qadam. Oilada pensioner qarindoshlaringiz bo'lsa, ularning hujjatlarini bir marta ko'zdan kechiring. Karta muddati, ID karta, telefon raqami, ishonchnoma, bank nomi, pensiyada tushadigan sana hammasini tartibga soling. Bu ish 20-30 daqiqa vaqt oladi. Lekin keyin bir necha kunlik asabiylashishning oldini oladi. Ayniqsa yoshi katta odamlar hammasi joyida deb o'ylashi mumkin. Lekin aslida karta muddati tugagan bo'ladi yoki telefon raqami allaqachon ishlamayotgan bo'ladi. Agar muammo yuzaga kelsa, men yozma murojaat qilishni tavsiya qilaman. Arizada oddiy qilib shunday mazmun bo'lishi mumkin. Men falonchi pensiya oluvchiman. Pensiyam falon bank kartasiga tushadi. Falon oydagi pensiya to'lovi kelmadi yoki yechib olishda muammo bo'lyapti. Sababini tushuntirib berishingizni va to'lovni amalga oshirishda amaliy yordam berishingizni so'rayman. Arizaga pasport yoki ID karta nusxasi, bank kartasi ma'lumotlari, zarur bo'lsa ishonchnoma nusxasi ilova qilinadi. Bankka murojaat qilganda ham muloyim, lekin aniq gapiring. Pulim qani deyish o'rniga hisob varag'imga pensiya mablag'i kelgan-kelmaganini tekshirib bering. Karta holati faolmi? Ma'lumotlarim yangilanishi kerakmi deb so'rang. Shunda xodim muammoni tezroq aniqlaydi. Agar bank masalani pensiya jamg'armasiga yo'naltirsa, u yerga borib bankda pul ko'rinmayapti yoki bank ma'lumot yangilanishi kerak deb aniq ayting. Yana shuni biling. Pensiya sizning qonuniy daromadingiz. Siz uni olish huquqiga egasiz. Lekin bu huquq to'g'ri hujjatlar, to'g'ri bank ma'lumotlari va qonuniy tartib orqali amalga oshadi. Agar bank sizdan hujjat so'rasa, bu har doim ham to'siq qo'yish degani emas. Ko'p hollarda bu sizning pulingizni himoya qilish uchun qilinadi. Shu bilan birga, agar sizdan asossiz talablar qilinsa, yozma javob so'rashga haqqingiz bor. Og'zaki rad javobi bilan cheklanib qolmang. Bu o'zgarishlarning ijobiy tomoni shuki, pensiya to'lovlari shaffofroq bo'ladi. Pul kimga tushdi, kim oldi, qaysi hisob varaqqa o'tdi, karta faolmi, bular aniqroq ko'rinadi. Bu davlat mablag'lari nazorati uchun ham, pensioner huquqi uchun ham muhim. Chunki pensiya bu oddiy to'lov emas, ko'p odam uchun yagona daromad manbai. Bir oy pensiya kechiksa, dori olish, kommunal to'lov, oziq-ovqat xaridi, qarindoshdan qarz so'rash kabi muammolar paydo bo'ladi. Salbiy tomoni esa shundaki, raqamli va bank tartiblariga o'rganmagan pensionerlar qiynalishi mumkin. Karta, SMS, ID karta, ishonchnoma, bank hisob varag'i, ariza kabi tushunchalar yoshi katta odamlar uchun murakkab tuyuladi. Shuning uchun farzandlar va yaqinlar befarq bo'lmasligi kerak. Ota-onangiz pensiyasini olayaptimi? Kartasi ishlayaptimi? Kimdir ularning nomidan noto'g'ri foydalanmayaptimi? Buni nazorat qilish oilaviy mas'uliyatdir. Men yana bir narsani alohida aytaman. Pensiyani olishda qulaylik qidirish kerak, lekin xavfsizlikni unutmaslik kerak. Masalan, kartani doim bir odamga berib qo'yish qulay tuyuladi. Lekin keyin hisob-kitobda tushunmovchilik chiqishi mumkin. Yaxshisi, ishonchli vakil bo'lsa, uni qonuniy rasmiylashtiring. Bank ilovasidan foydalanilsa, uni xavfsiz telefon orqali ishlating. PIN kodni tug'ilgan yil, 1110, 1244 kabi oson raqamlardan qilmaslik kerak. Kartani yo'qotsangiz, darhol bankka qo'ng'iroq qilib blok qildiring. Demak, 14 oktyabrdan banklar
tomonidan pensiya berish tartibidagi o'zgarishlarning asosiy mazmuni shuki, pensiya to'lovlari yanada tartibli, aniq va nazoratli bo'ladi. Bu sizning pulingizni himoya qilishga xizmat qiladi, lekin hujjatlar, karta va bank ma'lumotlari tartibda bo'lishini talab qiladi. Karta muddati, ID karta ma'lumotlari, telefon raqami, ishonchnoma, yashash manzili va bank hisoblari holatini hozirroq tekshirib qo'ying. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya olsa, bu ishni keyinga qoldirmang. Bugun kartani qarang, hujjatlarni tekshiring, kerak bo'lsa bankka boring, ishonchnoma masalasini rasmiylashtiring. Shunda pensiya kuni ortiqcha asablashish bo'lmaydi. Pulingiz vaqtida va to'liq olinadi. Sizning hududingizda pensiya olishda qanday muammolar bo'lyapti? Bank kartasi, naqd pul, ishonchnoma yoki kechikish bo'yicha savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Men eng ko'p uchraydigan savollarni keyingi videolarda albatta tushuntiraman. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yoki pensiya oladigan yaqinlaringizga yuboring. Bu ma'lumot ularga juda kerak bo'lishi mumkin.